Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Alloh nurlar va barakalar yog'ilsin inshaalloh. Mana ahvol Germaniyada. Ishga kirib ketdik xullas. Ertalab tursak hamma yoq oppoq qor yoqqan. Ahvol shunaqa Germaniyada. Endi yukka ortib Shvetsariyaga ketishimiz kerak. Shvetsariya ham xuddi shunaqa bo'layotgan bo'lsa kerak. Xullas, qish yana qaytdi Yevropaga. O'zi bultur unaqa qish bo'lmadi. Bu yil qor juda qalin tushyapti Yevropaga. Mana shunaqangi ahvol Germaniya. Ozgina qoldi, xudo xolasa 10 kilometr yetib olsak, yuklarni ortib olsak, keyin Germaniyadan Shvetsariyaga qarab yo'l tortamiz inshaalloh. Jonlar sog'liklar olsun bo'lsin, azizlar. Barchaga yaxshi kayfiyat. Allohning nurlari va barakalar yog'ilsin inshaalloh. Ahvol shunaqa.